Assalamu alaykum, tordaşlar, yaxşımısızlar? Yaxşı turdunlarmı? Bugün azıraq bir sözley dep oyladım. Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi Quzat Xitay toğrusudamı pekçik adamlar bilen münazirleşip kaldım. Maşa Amerika'daki bazılar bilen. Anadaki manda bir nesini köstüp koyay. Ma Xitay'ını tanıysızlar, minanca. Bu Xitay'nınki İngilizce ismi Victor. Әмдейлігі бір Виктор деп ісім қоп қойсыла, çoqumla o Xitaylığı unutup gitilmeydi de. O diyen yanıla Amerikalı xop qalmaydı ya Avustraliyalı xop qalmaydı. Bunun ismi Gauji Kay. Bu aynı vaxtıda Avustraliyanın bəzən bir axbarat vasıtaları da la bir yok. Uygurlar ezilmedi. Diyen nəsi toğırlıq cıq toxtalğan bir eylən. Yani Xitay Xalqara Aql Ambirininki muavin sekretari. Biz her qıtımda deymiz, isimni çetelleştirip elib, yoki men özümün ismimni Norvegiç qoyub alsam, men Norveg millet olub qalmayman. Faqat o özümni aldaş. Anadgicik ballarniki Elisa deb ismi var, Viktor deb ismi var, bop qalsılı ularning hammasi Amerikalı olub qalmaydı. Uygurlarning mucu, anıs Xitaylarninki ballarninki isimleri Parizat Yang, Parizat Birme degandek isimlarni qo'yib qo'ysa, Quzat menikini anglaydi. Parizat Yang deb Yang familiyalik Parizat deb qo'ysalar, o Uyg'ur bo'lib qolmaydi. Shuning uchun deydiganim, endi bugün et deganda bireyler bilen nayt vaqt farkımız bağ olsunmu şunda bir sözlep ketdi bana. Ya siz meni qayil qiling yoki men sizni qayil qilay desem ma'qul dedi. Axir men uni qayil qildim. Voy uning shaxsiyligiga kirmasiniz, voy bizmi uning foydasini olgan to'qayliq arxib yostish u bu jihatlardan degandi. Men anadikin mening o'zimning ko'z qarshim dedim. Ashu 300 necha bilet tashlag'anlarning ishidagi birisidim men degandi. Kulib ketdim. Numus qilsalammamsam hozir numus qilyapman deydi. Meni anglab yiqinglar. Kichik bolalarni otaning silkiginini, bundaq bir qarab qo'yishlarni oraladı. Kichik vaqtidan tortib, oy Xitoyning qog'ini maramısan, Xitoyning qog'ini maramısan, shunda silkirib, shunda g'ayri, oy o'zaniki o'zan qo'qoq silib, chataldi. Oy şu Türkiye'deki dava olsun, Amerika'daki nima vatandaşlık alamay söyleyip jürgenler olsun, nima sebepten oldu? Yalğan advokatlarına ama kinişkisi yok. Advokatlarına ama oturmuş kokasılıp vakit verme. Biz Uygurlardır. Bayraklar resim çüsen. Mandak teşkilatlar bir mıkıp verse. Sen nime alalaysan. Siyasi panalık tireş nime ezarak buldursa he dep oturup udullu karvatlık çıkıp ketken ne kızlar oylap bekanlar ororunlar teksun varıyla numus kılışını bilinler bu nime için biz dava kıvatımız diyenler manda işlerini kıvatıdı mandak yollarını gösterip biz mandak bedellerini töldük diyenler biraz zaten tutup oylaşmaksanlar buludu. Amerika'da mı dağılay adamlar siyasi panalık tireşten ki işi gibi bir bulamakalar falan bağı. Ben bilirdim sana beralaydıgan mayınla bay. Vatandaşı Uygur çağrısız. Azramış Amerika'daki Uygurlar mı çağrısız mı? Xitay'ın otağız koyduğun. Tova, Xudayım tova deyme. Oy fuşiçuni, oy çoğundadam, oy ustazım, eğidin ömleymen, dep yürdi. Oy Xudayım tova kıldım. Anandikin degen nimelerni dep kemsitmeydi Uyg'ur ne aşının keynidan şapaşlap yurgan Xudoyim to'g'ri qildimay Amerikadagi Uyg'urlar aşu yerga 300 necha mushuni saylab chiqarib qo'yganlar hammasi Xitoymidi hammasi onasi Xitoymidi bir yoqdan tuzatmasiz bir yoqdan buzib malsa setib olsa xuddi uyda bolalarningmi biz sirlaymiz uyni sirlagan vaqtlarimizda-chu vallahi mayaqdan biz mayaqdan sırlamaqsa vallahi mayaqdan buzulmaqsa aşındaq iş buzvatqanlar şu xalqaro buzvatmamdı. Anadikin ben bu yaq bilan er ayal işgelen bilan sözleştim.
Bizmi şu bilet taşlığalarının içindeki bir stok dedi. Ben Quzat Xitayninki opisininki nimisining doyingisininki o'chirilganligini balladan uqdim. O'chiribdi deganda boshqa bir ism bilan yana uchirisha oladi ular. Yevropaga kelalaydigan, g'arb ellariga kelaydigan Xitoy erva xotin tursa, aning dadasini ajish ketib Xitoyga tekkan yang familiyalik Xitoyga tekkan xotin u. O'zi Xitoy. Anaki haqiqiy Xitoyga tegib, yana Xitoydan bo'lgan, sap Xitoy qinidan bo'lgan, yanami bolalari bor ekan. Onun Quzatninki singlisining ismini abayda atapadim. Parizat ismliklarning hammasida shunday ahvol yuz beramdi deymi? deb boshladim. Uyqumizni ichib baqsaq, mush Amerikadagi Uyg'urlar o'ylab beqqanlar, davaga savol qo'ymanglar. Mush Amerika birlashmasiga bir Xitoyni o'tag'iz qo'yib, ashinin changchisini ko'rib o'tiryapsizlar. Ba'zilari deydi, "O ko'maslasak bo'ldi, anglamas." Yo'q, ishni buzyapsa u. Osh Amerikadagi Uyg'urlarning vakillari tursa, u vakili. Davaning vakili hamda boshqalar desakmi, bu Amerikadagi Uyg'urlarning vakili bo'lgan tursa, mani bir ko'rib beqinglar. Bu endi ekranda ta'tir chiqadi xat degan. Mushuningdami 2011 yılı 5. ayda Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi Olim Seyitov siyosiy jihatdan aytganda mustaqillik talab qilish yoki mustaqil bo'lish reallikqa uyg'un emas deb turib aniq mediada fikrini bildiribdi ekan Uyg'urlarga vakolatan. Men har qatimda deyman, buningga ayrim kirimiz cho'qim. Meningcha yana bir aylan so'zlaydi ekan deganda uni ko'rib baxmadim. So'zlisin, so'zlab bo'lganki bizmi o'zimiz bilganimizni so'zlab baqayli, isbot degan to'lib yetib to'shibdi. Jihlar deydi, "Voye, mustaqillik degan aqlga uyg'un emas" deb, aqlga uyg'un bo'lmasa nima deb sakraysa? Bizning aqlimizga uyg'un nima deb sakraysa? Mustaqilchi bo'ldi Robiya Qodir deb mana Cumhuriyet bayramilik so'zlabdi deganda uni ko'midim. U naynayga hamda og'ziga shu yuziga bir nima tükürüp qo'yg'idek yerga yetdi, lekin 80 yoshga oz qoldi dedik-ku. Dedik-ku, Shuningga hozircha men bir kun turib turay dedim. So'zlavasin qilgan yerlarni, yana naynaylarni qilvasin dedim. Hozirgi masala men mushuningda Quzat Altay to'g'riliqli to'xtalaman. Quzat Altay Xitoy. Apsi o Mayi deb olgan bilanmi, uning ismi Mayi emas. Anandikin o o'gaydasining ismi Yang. O apı bir dadı bilek singlisining ismi nima? Parizat deb chaqiramış. Parizat Yang deb chaqiramış. Shu. Quzat Altayni tezin tushsin dedim. Amerika Uyghur Birleşmesi'ge çoğum sap Uyghur qanidagi bir aylan chiqish kerak dedim. Bütün Amerikadagi Uyg'urlar uchun bu bir nomus dedim. Chunki bir Xitoyni o'zining beshiga o'ltag'izib Amerikadagi Uyg'urlarning vakili qilib qo'yish nomus, haqorat dedim. Turkiyaga tilab kelgan pullardan azroq taqitib qo'ysa, voy, u da'vo hisoblanmaydi. Da'vo hisoblanmaydi. Sizlar o'ylab beqinglar, bir vaqtlarda voy, bunda lager deyib, aslak bo'ldi lagerni deb. Qani lagerni aytdingmi? Xitoy lager yo'q dedi, deb turib yezibmi chiqirib baqdiq. 1 million odam lagerda dedi. Yo'q, sen sanab baqqanmi? Uyg'urningki ko'ch-ko'chlarda Uyg'ur qolmadi, qarindoshlarimiz yo'q deb yig'lab qaqshavatqanlarningki ko'chalarni shu videoga olgan ba'zan xalqarodagi medialarning aşağı bağanlarda videoga olganlari, anadagi ba'zan bir xalqaro o'rinlarning shu berish jarayonidagi suhbatlari, bayonotlaridan nimani bildik? Yo'q, talay Uyg'ur lagerda turmida, hergiz 1 million emas deb turib, xalq harakati orqali 1 million degan so'z o'zgardi. Shu vaqtidami? Nima dedi? Quzat chiqib, "Oy, siz sana baqqanmiding? Mushunchilik deganiga mushunchilik demamsa" deb. "Sen sana baqqanmidingmi?" deb turib yezib qo'yganman. Biz hech nimani o'chirib atmadik.
Xalqarada nima desang shuni anglaydi dunyoda. Xalqaradagi har qanday videolarda, har qanday bir nimalarda oshkorlanmagan sir yo'q, oshkorlanmaydigan. Voy ko'chmalar bölümlerde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu degan so'zlari hech nima yutib ketgani yo'q. Ma bu dokladma ba. Men bugun aytgan biraylar bilan so'zlashgan vaqtimda, "Voy, bu doklad degan maxfiy og'amitingiz, voy tordi ba. Uni yo'qitib yetamaydi. Har qanday yerlarda chisla bunda o'zgartish kirgizsangizmi, torbetlarda Wikipedia'da o'zgartish kirgizilgan mazmunlarga aniq chislas chiqdi. Munchinchi yil, munchinchi oyda ma'nasi o'zgartish kirgizilgan deb. O'zingiz kelib, "Voy, men olimdim, voy, men uyg'urdim, voy, mundaqdim" deb yozib olsangiz uyg'ur bo'lib qolmaysiz. Viktor deb ism qo'yib olsizlar. U Xitoylar qo'yib oladi, yana birlari qo'yib oldi, perodkalar qo'yib oladi. Undaqlar jiq. İçilmaydigan sır yo'q. Cho'qim Uyg'ur bo'lish kerak degandiki, Uyg'ur bo'lish kerak. Ayliqi niminimi, nopus sonini Uyg'urninki nayt töven deydi. Ba'zan bir la. Ayliqi niminingki dadisi, nasadan chiqqan dadisi, ayliqi nimayliqi konsul o'g'lanninki dadisi shunday degan. Bu mashta deydi. Voy nopustiga oz Uyg'urlarni deb Xitoy nereden bildi? Xitoy degan tövelletidu Uyg'urning nopusini, da'dinimi tövelletidu. Bu degan davomli Uyg'urni chap o'ynab kelsimi, voy sarxillarga gapimsa, bu nerning sarxili? Voy bu tunogin chiqib ekan-ku. Men ostini oshmayroq turay, savodoshlarim bor ekan buning. Ma Turkiyada bilib turgan adamlar bor ekan, mush Amerikadagilar biladigan mushuni shaytonligiga chavoqchab oltamiz saqlab bo'ldiqada tashlab qo'yayli, saskinib ketdik. Bu To'liq Abdurazaqmi berib aşağıda Cumhuriyet bayramimizni tabriklaymiz deb berib olganti tova deb qoldik, bog'imiz mikamidi deydi. O adamga selishtirmanglar o'zinglarni dedim men. Lekin qarshilik ko'rsatishinglar kerak, ma tushib ketish kerak dedim. Sizlar o'ylab yiqinglar, hamma narsada xalqarada bir xil gap qiladi, Uyg'urlarga bir xil gap qiladi. Men tunogin anadagi 3 kunning oldida bir chet ellik bilan so'zlashdim, o'sha Amerikadagi ba'zan bir narsalarni mendan so'rdi. Bular nima deb sizlarning Uyg'urlarning orasida ma palonchi pokunchilar mushundaq gap qiladi-sa anglab baqdingmi deganda angladim deb turib ivatib berdim. Ulinishni bir ikki narsaniki mushtaq desak, hayron qoldik, lekin bizga bundaq deyolmaydi deydi. Albatta sizlar deyolmaydi dedim. Shuningga bizni tang tarjima qilib berishga ba'zan narsalarni taklif berdi. Bo'ldi dedik. Shuningga chet elliklarmi qiziqliq bizning da'voga. Faqat malarninki bizga vakil bo'lib, Amerikadagi vakillar, Amerikadagi Uyg'urlarning vakili bo'lganlar boshqa bir narsalarni anglasa, eliq naqsh etib, ustoynab, sham yondirib degandek davoni anglasa, u nima da'vo? Bizning da'vorimiz zimin da'vosidir. Anarki har qatimda bir u qirg'inchilik, bu qirg'inchilikni so'zlab qo'ydigan yoki xotirlab qo'ydigan, Cumhuriyet kunimizni xotirlab qo'ydigan emas, kurash qilib, mushini oladigan davomiti yoki qanday davoti deb savol qo'yib boqamsizlar dedim. O'lab ketgan hali xoinlar esil velib degan voy Xo'jam Niyoz hoji, voy Isa Yusuf, hammasini Isa Yusufning o'g'li o'tiribdi ana. Saqlandi o'g'li ayaga o'tirib oldi, o'ma o'tiribdi. Nimda boshladi so'ramaysizlar deymanda. O'lab ketganda xuddi qabrdan el chiqib turib mayaga guvohlik tortadigandak yeningdikilarni mayoqqa ishtirib qo'yib, hozir xoinlarmi o'lab ketganlarga ishtirish ustiga sen hozir hayot uchur davli taraqqiy qilgan hozir butun dunyoda to'g'ri degan taraqqib ketgan mushta vaqtda nima ishlarni qilolmaydi demamsa og'zingda guvohlik berdiganlarmi shu o yolg'on guvohlik qilavermay rost gap qilinglar qaranglar tuqquninglar chiqqan bo'lsa chiqqancha o bo'lmasa do'yinda o'ynayot qilinglarni hammasi to'g'ri chiqarib qo'yadi yana sat turadi o Rabia Qadirning bolalari hammasi vachchidan kan-ku ba menda ivatpaga ne narsa ba Rabia Qadir do'yingda bolalarini ko'ramdi ekan ya o'zimi
doyingda barmike? So'rab yiqinglarchu. Kim arqılık aş doyingda urug'tiqanlar bilan ko'rishidi deb so'rab baqsanglar bo'ladi. Bo'lmasa men deb berma o'ziga. Udulimga chiqsa. Quzat Altaymi shu? Xotini, akisining ayoli arqılık, "Oyey, biz sevinib ketdik. Anda xo'p ketdik, manda xo'p ketdik" deb tatay qaynonasiga o'zininki mehribonligini, sevinish hissiyotlarini bildirib kelganda, "Oy, bizni yo'q emas. Biz faqat mushu narsalarning hech qaysini bir oziq ushq nim qilmay, mushu o'rnidan tushib ketsizlar. Ba'zan narsalar kirmayman" deb hozirgacha deb kelyaptiman. Gidin ishlar bo'yitibdi, uni mangladik. Ovozlaringni qo'yib qolgan vaqtim bek satlashib ketsa, Quzat Altay, videolarni, rasmlarni qo'yib qo'ysak sat bo'ladi, deb turib, jiq narsalarga kirmay keldim. Ati Cumhuriyet günümüz, yoki o'gin Cumhuriyet günümüz deb o'ltirib yolg'onda bir nimalarni qilib qo'ysanglar, ko'z bo'yamchilikqa ishindigan vaqt o'tib ketdi hozirchu. Qistiribmi qo'ymaydi hozir. Sening o'yinlaringga saskinib ketganlar bor, lekin jiqlar dedi. Bulam yaşaydı o'sha Amerikada, ma narsalarni ivatib qo'ydik. Zumrat xonim, bundaq qiling, ko'nglingizni san bo'lsin, lekin bularni herhalde qo'ymagandek darajada, qo'ymagandek bo'lsa qo'ymay turing. Mening tushib ketadigan vaqt oz qoldi, tushib ketadi, dedi. Tushib ketgan bilanmi, o Viktorning o'g'li, yana birisining bir nimasi degandeklar chiqsa, yana tinmay qilamiz. Shuning uchun o'shuni bilib, Uyg'urni saylanglar degandikin Uyg'urni saylanglar, xoin bo'lsin Uyg'ur o'tasin dedim. Burunqi da'voga savol qo'ymagan, burunqi Amerika Uyg'ur birlashmasiga hech kim savol qo'ymagan bo'lsa, endi o'simi Uyg'ur savol qo'ya oladi. Qilayotgan ishlari va yosh bolalarniki. Hozir yoshlar mustaqilchi, qeyrlar vatan sotqin bo'lib tamg'i vesilib ketmasin, qeyrlar. Amerika Uyg'ur birlashmasini vachchidan qurib etgan to'q oqqantiq ko'qqantiq deb sakrab ketgan, titanshib ketganlar-chu, sakrab ketganlar. Endi miyada men hammaning rasmi, ovozim bilan qo'yib etib samay, chiroyliqcha mavo elinib ketsin vaqtida. Bizning Xitoyga ehtiyojimiz yo'q. Yeningdagi xoinlarni qo'qib turib, dushmaningni qo'qib tur hozircha tig'i. Xaylarımı qanışıyamay, Xitaydan birini tıqmayaq, ottağızı Beijing Olimpikki mundaq qılımız, Beijing Olimpikki qarıştırmız, anadaki Xitayның manası qarıştırmız degan adam, yenindeki Xitayını bir qarıştırıb ala, Beijingning mahsulatı şu, Quzat Xitay. Şunu bir qarıştırıb al. Bugün bek jiq sözlemey dedim. Başka bir sözler battı, şunun için bugün anç sözlemey turay dedim. Qeyrindaşlarım, Xitayga bolsunmu, yeningizga Xitayga bolsunmu, yo'q deyishni o'ginin. Nerdikelik tordiki, tün o'gin bugün chiqib qolgan Fransiyada bir 3 tal bir nima so'zlab qo'yibdi-ki, shuningga o'yim, shuningga javob qo'ytirsinmamdi deb bir nerdiki bir sarang yezib qo'yibdi degan men ivat qilib kulib ketdim. Hey, Quzat Xitoy bir qarashtirib baqa. Neneni yegashki zuvaningda shu neni turib qolganmidi dedim. Vay bu demokratiya Xitoylar bilan o'ltirib nimalarni so'zlamadi? Ro'shan Ochanglar, Dolqin Isa, Olim Seyitov, O'ti-Potilarni hammasi titashib yuryapti-ku. Ashlar bir savol qo'yvalar, nerki Wang Xonglarga, nerki savdo qilayotganlarga, nerki ko'migan da'voning beshidim yo'q, birmisida yo'q, nerki mushuk qurt qo'ng'izlarga qilmay dedim. Ashtaq javob berdim. Menga evatganlarga To'nimaydigan bir nimalarni akirib, qo'lini mayoq buraydigan gap. Da'voning beshidikilar gap qilishar beshida. Amerika Uyg'ur birlashmasini bir Xitoydan neri qilib baqa? Anandiki deyishayli men gap qilsangmi-chi, gaping o'tidi o vaqtida. G'idig'im ketdi dedim. O'zining ovozini qo'ymayli qo'yay. Nayt dangdar odamlar menga ashundaq gap qilgan bo'ldi. Nomus qilishsang-chu dedim. O'zingning ovozingni qo'yib etib samay, shuning uchun tezdan harakatlanib, men Quzat Xitoyni tezdan o'rnidan elib, bir Uyg'urni chiqiringlar, sap Uyg'ur qanadagi bir aylan chiqsin. Juma qeyrindoshlarım, rahmat sizlarga.